Mana necha pul bo'ldi? 250 ming bo'ldi. Hozir. Shu paytda. Alo. Alo, adajonisi? Ha. Men salonga kelganimda sochim bilan makiyajlarimni qildirganim. Kartamga 600 ming so'm tashlab olasizmi? 600 ming so'm bo'pti. Ha, bo'pti, hop. Xo'p. Mama, ikkalasi necha pul bo'ldi? 150 ming. Hozir. Yana kim ekan? Ay, yana nima gap? Alo, adajonisi? Men Imonaga ko'ynak oluvdim-da. 1 million 200 ming so'm tashlab olasizmi kartamga? Voy, namuncha qimmat buning? Sal arzonrog'i yo'qmi? Qizingizga-ku, qizingizdan qiziqanvosmi? Ha, mayli, qizimdan ayamayman. Hozir tashlab yuboraman. Xo'p. Ojon, Ha, qizim. aldash gunohmi? Ha, gunoh. Bu nimaga odamdan pul so'rab aldayapsiz? Chunki senga ko'p kiyimlar olamiz, kafelarga boramiz, o'shaning uchun. Aldab olgan pulingizga kiymam gunoh bo'ladi. Qushlar ichimdan dushimdan halol yashamoq ibodatdir, farzandga ibrat.